Yakkasaroy Dream House Novostroyskasidan 4 xonali 122 kvadratli 310 mingga baholanayotgan xonadonimizni obzorni qilib ko'rsataman do'stlar. Bu asosiy bizning kirosh qismimiz. Ikkinchi qavatda joylashgan. Kirganimizda mana shunaqa chiroyli bizni kattagina hol qismimiz bor. Bu tarafimizda oynali zonalari, bu tarafimizda esa stroyni shkaflarimiz ham bor do'stlar. Oyoq kiyimimizni mana shu yerda o'tirib kiyib chiqib ketsak ham bo'ladi. Kelinglar, endi zal qismimizni ko'rsatib o'taman. Zalimizni qaranglar, mehmonxonamiz juda ham katta, prostorniy qilingan. Ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda yumshoq mebellarimiz va bu yoqqa 10 talik stol stulda juda ham chiroylilarini va sifatlilarini idish-tovoqlari bilan olib kelib qo'yilgan kattagina qandillarimiz har bitta xonamizda, konditsionerlarimiz bor. Bu yoqda jurnalli stullarimiz, televizorlarimiz va kaminlarimiz ham ko'rib turganingiz chiroyli bo'lib ishlab turibdi do'stlar. Bu tarafimizdan oshxona o'rnida foydalanamiz. Yopib foydalansak ham bo'ladi. Alohida kiradigan bu yoqda yo'limiz ham bor. Ko'rishinglar mumkin, bu yoqqa 5 talik stol stul, oshxona jihozlarimiz hammasi Hoffman texnikalari ishlatilgan. Oshxona mebellarimiz ham patologgacha qilib ta'mirlangan. Bu yoqqa 5 talik gaz qurilmalarini joylashtirilgan. O'zini bu tarafimizda balkon qismimiz ham bor. Endi sizlar bilan yana bitta bu yoqda bolalar yotoqxonasiga kiramiz. Bolalar yotoqxonasida ikkita kravatimiz o'rnatilgan, barcha qulayliklarga ega. Remontlarimiz o'ta sifatli qilingan ekan do'stlar. Bu yoqda dast qilib o'tirishlari mumkin. Shkaflar bor. Va eshiklarimiz ham ko'rishingiz mumkin. Boshqa uylarda takrorlanmaydigan eshiklarimiz o'rnatilgan. Gilamlarimiz ham eng yaxshilari qo'yilgan do'stlar. Bu yerda esa umumiy bo'lgan yuvinish xonasi mavjud. Ko'rishingiz mumkin, barcha qulayliklarga ega. Chap tarafimizda stroyni shkafimiz va bu yoqda esa kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonamizda ham qulay, juda ham chiroyli ta'mirdan chiqarib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Hamma qulayliklarga ega va o'zini alohida bo'lgan bu yoqda yuvinish xonasi. Ko'rishingiz mumkin, yuvinish xonasi va bu tarafimizda shkaf qismi bor do'stlar. Xo'p, endi sizlar bilan bolalar yana bitta xonasiga kiramiz. Mana bu bolalar yotoqxonasi, devorimizga qaragan bu yoqda balkon qismimiz ham bor. Barcha qulayliklari bor, shkaflari, bu yoqda dars qilib o'tirsalar bo'ladi. Televizorlarimiz, bu tarafimizda shkaflarimiz ham joylashgan do'stlar. Uyimizning narxini boshida aytib o'tganimizdek yana takrorlaymiz. 310 ming AQSh dollari yana joyida, xudo xolasa chiroyli narxda baraka qilamiz. Sizlar bilan muhibullar bo'ldi. Ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.